Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. 22 fevral hafta kuni yakshanba 2026-yil biz Surxondaryo viloyati Qiziljahon bozoridamiz. Sizlarga sog'in sigirlar, boqma-boq kichik buqalar, g'unajinlar, qo'y qo'zi, echki uloqlar hamda parranda bozorini kuzatib ketamiz. Narx-navolarni yoritib beramiz. Bozorda narxlar qanday? Mol olsa bo'ladimi? Narx-navo qanday? Shular haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bozorda ham bir ko'rsatib o'taymi mol bozorida? Odam juda ham ko'p, ko'rishlaringiz mumkin. Haftada 2 kun bo'ladi Qiziljahon bozori, juma, yakshanba kuni. Kelaverasiz. Bizni boshqa viloyatdan kuzatayotgan akalar, ukalar hamma sharoitlar bor, yotib qolishga ham bemalol mol qo'yni olib-sotib qilishingiz. Aka nech bo'lib qoldi savdosi? 47 million. Nech pul bo'lsa oldingiz? 50 dan chiqsa olasan deyapti. 47 million savdosi bo'lyapti. Bolasi o'tkichi ekan. Birinchi bolasi. Ikkinchi qoringa bo'g'az. Necha oylik? 5 oylik bo'g'az gap yo'q. Birinchi bolasi o'tkichi. Necha oy bo'lib qoldi bolasi? Necha kirdi? 10 oylik o'tkichi mana do'stlar. Birinchi bolasi. Ikkinchi qoringa bo'g'az 5 oylik deyapman. Gap bo'lishi mumkin. Buyurma. Aka telefon raqam aytamizmi? Ayting. 99 kodi bilan 341 40 mana shu raqamga qo'ng'iroq qilaverasiz. Mana shu bolasi ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. 40 million savdosi bo'lyapti. Qancha bo'lyapti aka? Savdosi 48 bo'lyapti. 48 million savdosi bo'lyapti. 56 million aytilyapti. Bolasi o'tkichi. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi necha oylik bu? Bolasi 1 oydan oshdi. 1 oydan oshgan. Gap yo'q. Qancha suti bor buni ertagacha? 1 soat suti bor. Qanaqa sal? 10 litrmi, 15 litrmi? 10 litr suti bor ekan mana. Gap. Telefon raqamini aytamizmi? 91lik. 91lik 900 1074. Mana shu raqamga qo'ng'iroq qilaverasiz. Mana shu bolasiga ma'qul kelgan bo'lsa, akamiz telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Gap yo'q mana. 47 million savdosi bo'ldi bu yerda. 56 bo'lsa oldi ya. Nech pulga bo'ldi aka bu baraka? 19 200 ga 19 million 200 ga baraka bo'ldi. Bolasi qochimi qizcham? Qo'y nechinchi bolasi ekan? Birinchi bolasi. Necha litr suti bor ekan aka buni? 5 litr bor. 5 litr suti bor. 19 million 200 ga baraka bo'ldi. Pullarni sanab berishyapti. Olganga ham sotganga ham baraka bersin. Gap yo'q. Aka nech pul so'rayapti xalq? 42 million. 42 million savdosi bo'lyapti. Nech pul bo'lsa olyapsiz? 50 million aytilyapti. Xo'p, bolasi o'tkichi ekan, ha? Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi. Necha 1 yosh yoshiga kirganmi? Yo'q, ha, yoshi to'lmagan, o'tkichi, gap yo'q. Sog'dan chiqqan bu? Sog'dan chiqqan aka. Sog'dan chiqqan, gap yo'q. Ho'kizini qarang mana. Ho'kizini o'zi bemalol 13 million 14 million ketadigan. Nari borsa 15 ham ketadi. Gap yo'q. Telefon raqamini qoldiramizmi? Aka telefon raqamini aytib yuboring. 97lik kodi bilan 552 94 93. Mana shu bolasiga ma'qul kelgan bo'lsa, akamiz telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Nech pul aytilyapti? Nech pul savdosi bo'lyapti? 35 million savdo bo'lyapti. 35 million savdosi bo'lyapti. Nech pul bo'lsa olyapti? Orada qancha qolyapti? Qancha qolyapti orada aka? Bor narsa, mana mash, bor mash, ara buzum. Ha? Uyda 36 million. Bolasi o'tkichami, ro'chimi? O'tkichi. Nechinchi bolasi bu? To'g'ri hisob. Ikkinchi bolasi. Telefon raqami qoldiramizmi, shart emasmi? Qoldi. Ayting. 95lik. 95lik kodi bilan 238 238 04 16 ha. Nechta litr suti bor? Mana do'stlar 10 litr suti garantiya. Bu tomondan ham gapiramiz. berasanmi? 50 million. Aka nech pul 20 million sotildi aka. sotildimi? Baraka bo'ldi. 20 gami. Buzov erkak birinchi bolasi. Birinchi bolasi o'tkichi ekan. Nechta litr suti bor aka buni? 4 ta 5 ta suti. 5 litr suti garantiya. Ertagacha? Ertaga ekson. Necha kunlik aka bu? 4 4 kunlik o'tkichi. Gap yo'q. Qancha ekan bu? 20 million so'mga sotilibdi. Gap yo'q. Aka nech pul so'rayapti xalq? 8 17 so'rayapti aka. 17 million 18 milliongacha savdosi bo'lyapti. Qancha bo'lsa olyapsiz? 20 million. 20 million oldi. Bolasi urg'ochi o'tkichi? Urg'ochi ekan. Nechinchi bolasi bu?
ikkinchi bolasi. Necha litr suti bor aka erta kech? 4-5 litr suti bor. Tilva raqam qoldiramizmi? Shart emas, ha? Savdolaringizni bersin. 1,5 million. Şunun boğazını 25'te tutmuyorsunuz. Aka orada qancha qolyapti? Nech pul soldi? 35. Muka bir gün aytayım mı? Ko'nglim 35 milyonsun Muka. Sen aytayın. 35 million aytilyapti. Akamiz 31 million so'rayapti. Gapi. Bolasi urg'ochimi, kuchami aka? Yo'q, nechinchi bolasi bu? İkinci balası bağımdan üçüncü aka. Ikkinchi bolasi, yana 3-qoringa bo'g'ozyapti. Gapi. 31 1,5 mana hozir savdosi bo'lyapti. Akamiz 35 million soldi. Gapi. Hech pul so'rayapti aka buni? 24 million bermayapti. 24 ga berilmayapti. Qancha bo'lsa oldiyapsiz? 27 million aytilyapti, 24 ga berilmayapti. Bolasi urg'ochi? Urg'och. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Nechta litr suti bor aka erta kech buni? 6-7 litr suti bor aka. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon nomer 88 lik 806 30 mana shu sog'in sigir bolali sigir ma'qul kelgan bo'lsa akamiz telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin do'stlar. Aka buni bolalari qaysi aka bu? 3 To'qqizta? Gap yo'q. Nech puldan so'rayapti aka bularni? 50'likten yerden savdo qiladi. 50 milliondan aytilyapti. Hal so'radimi xalq? So'radimi? Nech puldan? Bir-birdan so'rayapti. Gap. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon nomer. Shart emas. Ha. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. 50 million so'm aytilyapti. Cho'lasini ham bolasi o'tkicha. Do'stlar mana arzonroq variantini so'raganlar uchun yosh sigirlardan ko'rsatib ketamiz. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. 17,5 so'rayotgan ekan 20 million bo'lsa oldi ya. Nechta litr suti bor aka? Mayli 22 berma. Birinchi bolasi aka. Nechta litr suti beradi? Qancha suti bor? 6 suti bor. Telefon raqam aytamizmi? 94 lik 954 27 03. Mana shu. Sog'in sigir ma'qul kelgan bo'lsa, akamiz telefon raqamini so'rab qo'yinglar. Baraka topasiz aka. 20 million chiqing deb berdi. Aka nech pul qoldi savdosi? 600 so'm. 20 million 600 savdosi bo'lyapti. 21 dan chiqsang olasan deyapti. Bolasi kishi nechinchi bolasi aka? Birinchi bolasi aka. 10 bolasi. Nech kunlik buzoqcha aka bu? Bugun 3-kun. 2 kun to'liq bo'ldi. Gap yo'q. Telefon raqam aytasizmi? Mayli Ayting. 94lik 94lik 004 004 56 56 09. Mana shu sog'in sigir olasiga ma'qul kelgan bo'lsa, akamiz telefon raqamini qo'ng'iroq qilib berasiz. Yosh sigirlarni ko'rsatib ketyapmiz. 26 million so'mga baraka bo'ldi. 26 ga baraka bo'ldi. Ha, gap yo'q. Bolasi o'tkichami? Bolasi urg'och. Urg'och. Nechinchi bolasi ekan aka bu? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Uchinchi bolasi. Olgangan, sotgangan baraka bersin. Rahmat. Gap yo'q. Mana shu bola sog'in bo'lsa, mana shu bolasiga 26 millionga baraka bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bolasi urg'och. Gap yo'q. Tamom qilishib qolyapti. Mana do'stlar 24 million so'ralyapti. 25 bo'lsa oldiyapti. 1 million so'm qilyapti oraga. Kichik bolasi? Bolasi 2-chi. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Gap. Kalbedan bir sirni olganmi? Uyga parti sirni bollarni ham olaman. Baraka topdim. Aka qancha suv bor erta kech? 5 litrgacha chiqishi mumkin. 2 litr ham chiqishi mumkin. 5 litrgacha suv bor ekan. 1 million pul qilyaptimi? Ha? Onu olmamaydi nima qilasiz? Endi olib bo'ldim aka. Berasizmi? Qo'shib so'rang. Mana shu yana o'tdi. Bermasa siz ham qo'shing. 200 ming tushdi, siz ham qo'shing. 24 million savdosi bilan. Gurrilib keladi. Ya shu pul sanagan hamma qochib ketadi. Shundan bitta borish. Shundan bitadi. Shundan bitta. Nech pul qilyapti? 24 Bozor silishkim bor. Aka nech pul so'rayapti? 20 million. 20 million so'm. Nech pul o'zi oldiyapsiz? 24 million. 24 million aytilyapti. Bolasi o'tsa? Yo'qcha. Nechinchi bolasi? Nechta litr suti bor aka bu? 6-7 litr suti bor. 3-chi bolasi. Telefon raqam qoldiramizmi? Soatlik bitadi. Soat berdi, savdangizni bersin.
Bu nech pul aytilyapti? 28 deyapti. 28 aytilyapti. Yil nech pul so'radi? 24 dan 24,5gacha Ha, so'rayapti. 24 yarim so'rayapti. Bolasi Ko'kkicha. Ko'kkicha. Nechta suti bor? Birinchi bola. Birinchi bola. Suti qancha bor? Suti nechta tur sut beradi? 4 dan 8. 8 litrgacha suti bor ekan. Birinchi bolasi mana. Gap yo'q. Hamma tomonimiz bor. Ko'kkicha. Telefon raqam aytamizmi bova? Shart emasa bozoringizni bersin unda. Gap yo'q. Aka nech pul aytilyapti? 25 million savdosi bo'lyapti. Aytilish qancha? 30 aytilyapti. Urg'ochim bolasi? Ko'kkicha. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. Necha litr suv bor aka erta kech? 10 litr suv bor mana. Orqa tomonlardan bitta ko'rsatib ketamiz. Aka telefon raqam qoldiramizmi? Shart emasa bozoringizni bersin. Yo'q. Nech pul savdosi bo'lyapti aka? 25 aytilyapti. Yil nech pul so'radi aka? 22 million so'rayapti. Ko'kkicha bolasi. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasimi? Qancha suti bor aka erta kech? Ertaga kech 8 litr beradi. 8 litr suti bor mana. Orqa tomonlardan video qilamiz. Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 2 million 95lik 109 17 99. Mana shu sog'in sigir boqil kelgan bo'lsa, akamiz telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Aka nech pul aytilyapti bu? 28 aytilyapti, savdosi 24 million. bolasi o'kkichami? O'kkicha. Nechinchi bolasi? Ikkinchi. Ha, suyni taylangan, ha? Urug'dan taylangan, gap yo'q. Mana shu bolasiga do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafdan video qilmasa, quyosh tushib qolyapti. Gap yo'q. Nechta litr suti bor aka? 6 litr suti bor. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon nomer. Ayting. 99lik 280 8105. Mana shu raqam bolasiga ma'qul kelgan bo'lsa, shu raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yoshdagilardan ko'p ko'rsatib ketamiz do'stlar. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi bu? Ko'kkichami? Ko'kkichami? Urg'ochi. Gap yo'q. Nechta litr sut beradi aka bu? 2 litr sut bor. Gap yo'q. Telefon raqam qoldiramizmi? Savdoyingiz bersin. Telefon raqam shart emas ya. Gap. Aka nech pul aytilyapti? 25 baho qo'yapti. 25 baho qo'yilyapti. Savdosi bo'ldimi? Savdo so'radimi? 23 so'rayapti. 23 so'rayapti. Ko'kkichami? Yo'q, tana. Urg'ochi. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi yana ho'kiza ketgan. Ha, 4-chi qoringa bo'g'az. Necha oylik? 2 oydan oshgan. 2 oydan oshdi. Birinchi bolasi, ikkinchi bolasi qancha bo'lib qoldi? Necha oylik aka bu? 4 oydan 5. 4 oylik. 4 oylik 5. Telefon raqam qoldiramizmi? 97lik 97lik kodi bilan 535 535 85 90. 85 90. Mana shu bolasiga ma'qul kelgan bo'lsa, akamiz telefon raqamiga qo'ng'iroq qilasiz do'stlar. Do'stlar, mana savdosi pishibdi. 18 ga baraka bo'ldi. 18 millionga baraka bo'ldi. Bolasi o'kkichami? Urg'ochi bor. Urg'ochi. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-chi bolasi. Qancha suti bor ekan? Qancha suti bor ekan aka buni? Gap yo'q. 18 ga baraka. Ha, televizorga chiqaraman deyapti. Sirxon savdo YouTube kanali. Musulmonji Ibragim Instagramda. Do'stlar, mana baraka bo'lgan joylardan ko'rsatib o'tib ketamiz.